Assalomu alaykum Facebook do'stlar, YouTuberlar, TikTokerlar. Soat millarimiz tungi soat 3dan 15 minut o'tibdi kechqurungi. Bir narsani ko'rsataman sizlarga. Ketdik. Ko'ryapsizlar? Jamoat maskani deyiladi. Hamma fuqarolar tinchgina uxlab yotgan mahalda mana jamoat maskani. Hozir tushamiz oldiga. Qayting. Jamoat maskani mana orqamda turibdi, qaranglar. Hammalaring uxlab yotibsizlar. Odamlar, hammalaring tinchlikgina uxlab yotganlaringda ichki ishlar xodimi xizmat qilyapti. O'tiribdi mana. Assalomu alaykum, Ormi. Aka, Ormi, charchamayapsizmi, tinchmisiz? Hurmatli fuqarolar, siz bilan meni tinchligimni o'ylab turgan mana patrul post xizmati xodimi ishlayapti. Soat millarimiz soat 3:00. 3 mana. 3 yo'q. 3dan 20 minut o'tdi mana. Kelganimizgacha 5 daqiqa o'tib ketdi. Ishlayapti. Aka, charchamayapsizmi? Kamchiliklar yo'qmi? Rahmat, borlaringga shukr. Inalmanglar. Bitta respekt bosib qo'yamiz. To'g'ri, ko'pchilik aytishi mumkin, oylik olyapti, ishlayapti deyishi mumkin, lekin bularga to'lanayotgan oylikka ancha-munchasi o'tira olmasa kerak. Yana bilmadim. Paxta qo'yish emas, lekin ishlayapti mana. Bitta edi, ikkita bo'ldi mana xodim. Ikkita bo'ldi mana xodim. Respekt. Bitta bas mana ikkitadan xodim ishlayapti ekan. Malades. Ichkaridami sherik? Bo'l. Ishlayapti. Baho berish o'zlaringdan. Ichki ishlar yomon, ichki ishlar u, ichki ishlar bu deyotganlar. Bu ichki ishlarga paxta qo'yish emas, lekin o'zini funksional vazifasini sidqi dildan bajarayotganligini ko'rsatib beryapti jamoatchilik. Qarzimiz, tilimiz qisiq yoki qo'rqadigan joyimiz yo'q. Ishlayotgan odamlarni ko'rsatib beryapmiz. Baraka topsin, duo qilib qo'yinglar raislar, bu paxta qo'yish emas. Yana takroriy aytib o'taman. Respekt. Антикоррупция.